Assalomu alaykum, Zamin Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, akalar, ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlarda charchamayapsizlarmi? Bugun Xudo xolasa 2026-yil 15-iyul sanasida bu video syomkamizni olyapmiz. Xudo xolasa video syomka qilgan vaqtimiz bo'lmay qolyapti ba'zi bir paytlarda. Bugun Xudo xolasa sizlarda ozgina vaqtlaringni olamiz. Xudo xolasa ketkizgan vaqtlaringiz achinmaysizlar. Ko'pchilik shu Kaliforniya omilchi o'lchamlarini olish maqsadida telefon qilishib, mana shu ko'pchilikdan so'rayapmiz, go'ngni yuvib berish shartmi deb so'rashyapti. Bu Begum's biznesi yildan yilga rivojlanib, Begum'sga talab oshyapti. Shuning uchun ko'pchilik cho'lchang boqishga ham qiziqib, mana shu ishni rivojlantirishga qiziqishini bildirishyapti. Mana shu go'ngni yuvmasdan ham hozir mana shu go'ngimizni ozuqamizni qizdirish yordamida mana shu go'ngimizni Kaliforniya omilchi o'lchangiga tezda hamda oson yedirish maqsadida tezda tayyorlash usulini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir mana bu yerga go'ngimizni olib kelib tashlaganmiz va mana bu yo'lagimizga ham tashlab qo'yganmiz. Mana bu yerda aravada olib kelib tashlaganimiz uchun mana bu yerlarga ham chiqib ketib qoldi. Solmaganimiz uchun mana shu yo'lagimizga ham tashlab qo'yganmiz. Mana bu go'ngimizni hozir bir qator yollarni ishirib olamizda, keyin ustiga somonlardan tashlaymiz, ustiga qo'ydi go'ngidan tashlaymiz. Xullas, tashlaydigan narsalarni hammasini bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Qanaqa qilib etap qilib tashlab qizdirish jarayonini ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa oxirida ustini klyonka bilan yopib, klyonkani ustidan yana tashlaydigan narsamiz bor. Shuni ham bir qator sizlar bilan ko'rsatib, hammasini bir qator amaliyotda ko'rsatib o'tib ketaman. Xuddi shunday qilib qilsalaring, Xudo xolasa go'nglaring yeyishga tezroq tayyor bo'ladi. Ham suvda yuvib yotish shart emas. Go'ngni yuvib berish kerak ekan deb ko'pchilik telefon qilishyapti. Yuvib bergani qanaqa sharoit bo'lishi kerak? Sizda mana shunday nima deydi, mana shu plashatkamizni ko'rsatadigan bo'lsam, sizda yamaga o'xshaganmi joy bo'lishi kerak. Bir tomondan misol shilayni tashlab qo'ysiz, ikkinchi tarafdan suv chiqib ketadigan joy bo'lishi kerak. Tashlama joyingiz bo'lishi kerak. Suv chunki zaharli CDPDlari orqa tarafdan chiqib ketish uchun shunaqangi kattaroq joy bo'lishi kerak. Ya'ni bu chekkasi shilayni tashlab qo'ysiz, u chekkasidan go'ngda ichidagi zaharli CDPDlari chiqib ketadigan joy bo'lishi kerak. Tashlama joy bo'lishi kerak. Shuning uchun xullas sharoit qilish kerak edi. Shuning uchun undan ko'ra mana shu go'ngimizni qizitib bersiz, anchagina tez tayyor bo'ladi hamda cho'lchanglarimiz tezda yeydi. Mana shu usulni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu qilayotgan ishlarimizni pauza qilib videomizni to'xtatib olishga majburman, chunki vaqtimiz cho'zilib ketib qolishi mumkin. Mabodo kimga Kaliforniya omilchi o'lchanglari ham kerak bo'lsa, mabodo aloqaga chiqishlari mumkin. Cho'lchanglarimizni ham yetkazib beramiz. Xudo xolasa kimga aloqaga chiqaverasizlar, mana cho'lchanglarimizni holati mana xudo xolasa chiroylab hamma narsani o'rgatib, xudo xolasa birgalikda mana ko'rishlari mumkin cho'lchanglarimizni holatini. Hop, vaqtimiz cho'zmaymizdan o'sam ishni boshladik. Xudo xolasa ishni ko'rib borasizlar. Bo'lmasam boshladik. Mana xudo xolasa yonlarni ham ishirib, mana bir chiroyli qilib paratkali qilib oldik. Xudo xolasa endi buni ustiga qo'ydi go'ngidan tashlaymiz. Bundan tashqari hozir yana 2-3 arava bor. Boshqa joyda turibdi. Uni ham olib kelib tashlaymiz. Hozircha mana shu yetadi. Mana shu bir qator sepkani. Keyin qolganlarni ham qolgan etabiga tashlaymiz. Hop, ko'rishlaringiz mumkin, devorga mana salafan tortib qo'yganmiz. O salafan tortishimizning birinchi maqsadi bu devorimiz rasvo bo'lib ketmasligini oldini oladi. Keyingi o'rinda havo o'tkazmasligiga yordam beradi. Buni salafan bilan o'rab qo'yganimizdan keyin buni ichiga havo kirmasligi kerak, dim bo'lishi kerak. Dimligini hisobiga bu go'ng qiziydi. Qiziganda hamma ichidagi misol mana shu go'ngimizda ham qurtlar bo'lishi mumkin, pashshan lichinkalar qurtlari bo'lishi mumkin. Mana shu qurtlar ham asha issiqda salafan go'ngimiz ustiga chiqib, salafanimiz betlarida o'zlari o'lib qoladi mana shu issiqda. Dimda mana shu qurtlarimiz ham o'lib ketadi xullas. Chunki yangiligida bu pashshalarimiz hozir yozgi kunda ko'p, pashshalarimiz lichinka qo'yib, mana shu go'ngimizda ham ichida qurtlar bor hozir. Bu go'ngimiz qizigandan keyin mana shu qurtlar ham o'lib ketadi ichida. Mana shu maqsadda har tarafidan o'rab qo'yish kerak. Buni ichiga havo kirmasligi kerak, dim qilib qo'yishimiz kerak. Xullas,
Shu maqsadda ham mana shu devor tarafga salafalar tutib qo'yganmiz. Hop, ustiga mana shu qo'ydi go'ngini tashlaymiz hozir bir qator. Mana qo'yimizni go'ngini ham tashlab oldik. Bu yerda ozgina ko'paygan, keyingi jarayonga ham yetadi. Ko'p solmaymiz, shu me'yorida solamiz. Bu yerda qo'ydi go'ngi ham bor, keyin shu mol qo'ydan chiqqan hali nushqutlar, somonlar ham bor. Shularni qo'ydi go'ngiga aralashtirib o'rganmiz. Ikkovini aralashtirib birga tashlab qo'ydik. O'sha somon, qo'ydi go'ngi, mana shu ikkovini aralashtirib qo'yganmiz, sepib oldik hozir. Misol qo'ydi go'ngini ham bersa bo'laveradi deb ko'pchilik so'rashyapti. Qo'ydi go'ngini ham bersa bo'laveradi, lekin namlikda yaxshi ushlamaganligi uchun molli go'ngga aralashtirib bersa yaxshi bo'ladi. Hozir ustiga yana bir qator mana shu go'ngimizni tashlab chiqamiz. Jarayonlarni hozir birin-ketin bilan ko'rsatib boraveramiz. Hop, mana yana ustiga bir qator mana shu go'ngimizni mana tashlab oldik. Bir qator yengil tashlab oldik. Yana ustiga mana shu somon aralashgan qo'ydi go'ngimizni tashlaymiz. Qo'ydi go'ngi bilan somon mana shu go'ngimizni tezlatib berish, qizdirish jarayonini tezlatib berishga ancha yordam beradi. Qo'ydi go'ngi somon aralashsa qizish jarayoni tez bo'ladi hamda tez tayyor bo'ladi go'ngimiz. O'zi mana shu olib kelgan go'ngimiz 50% o'zi qizigan tayyor go'ngimiz, bir 40% qizimagan go'ng, bir 10% svejiy go'ng. Mana shunaqa atrofidagi go'ng. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Asosan qattiq qizigan go'ngda mana qatib ketgan mana shu go'ngimiz. Salafana yopishib qoldi unga. Xullas qatigan go'nglar ko'p. Qizish jarayonidan o'tgan, qizigan, xullas aralash go'ngimiz. Svejiy holatdagi go'ngi ichida 10% xolos. 50% tayyor bo'lgan qizigan go'ng. Biroq 1,5 metr chuqurlikda tashlangan go'ngimizni olib kelganmiz bu yerga. Mana shunaqa qilib etapma-etap bir qator go'ngdan tashlaymiz, bir qator mana shu uyingizda somon bo'lsa somon tashlaysiz, molingizdan, qo'yingizdan chiqqan somonlarni tashlaysiz. Yo qo'yingiz bo'lsa qo'yingizdan chiqqan go'ngini tashlaysiz. Mana shunaqa qilib aralashtirib tashlansa yaxshi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa oxirgi bitgan jarayonni ko'rsatamiz. Hop, mana go'ngimizni ham mana chiroyli qilib mana uyib oldik. Xudo xolasa ustiga qo'ydi go'ngidan tashab chiroyli mana akkuratni qilib nima qilib oldik. Mana ko'rishlaring mumkin. Balandligi shu 1.50 atrofida yoki ekranda hozircha kichikroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin balandligi 1.50-60 atrofida. Qizishga yetarli balandlikda, uzunligi ham 5 metr, shunaqa uzunlikda. Ustiga hozir salafandan tortamiz. Ozgina kech qolib ketdik, ba'zi bir ishlar bilan bo'lib juda kech qolib ketdik. Kechroq bo'lsa ham syomka qilyapmiz. Hozir ustiga bir qator salafan tortib olamiz, ekranga sig'may qolyapti. Hop, mana salafanimizni ham yozib oldik. Ustidan bir qator 2 qavat qilib salafanimizni tashlab oldik. Ustidan hozir qopimiz bor. Shu qopni tashlaymiz, salafanni kuydirmasligi maqsadi. Hop, mana kelyonkamiz ham ustini yopib oldik. Bu ustini yopgan narsamiz bu qop, qattiq qopdan kelyonkamiz kuymasligi maqsadida mana shunday qattiqroq qoplardan yorib, bir-birini mashinkada tikib, mana shunday narsa qilganmiz. Ustini yopgani xullas salafanimizni quyoshda kuyib ketmasligi maqsadida mana shu narsani qilib ustiga yopib qo'yapmiz. 2 qavat qilib yopib qo'yganmiz. Buni ustiga yangi salafan bo'lsa, eski salafan yirtiq, eski salafan bo'lsa ham ustiga tashlab qo'ysalar ham bo'laveradi, yangi salafanni ustiga. Xullas kuyib ketmasligini oldini olgani mana shunaqa narsa qilinsa yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'yilsa, qizish jarayoni o'tgandan keyin bemalol 15 kun tursa bo'ldi. 15 kun, 20 kundan keyin olib yana cho'lchaklarni tashlasak bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lib qolamiz. Hammalaringga rahmat. Salomat bo'linglar.